Assalamu alaikum, hurmatli fuqarolar. Uchrashuvimizning maqsadi sizlarning Uzmilli bank kredit produktlaringizni sizlarga tanishtirib o'tib, kredit produktlarimiz bor. Prezidentimiz tarafidan 312-sonli farmoni bilan chiqqan kreditimiz bor. 300 million so'mga shekil bera olamiz. Bundan boshqa, ya'ni yengil startlar, agar tozalanish firma bo'lsa, YTT bo'lsa, al жұмыссыз ishchilarga da, жұмысda жоқ адамlarga da bera olamiz kredit. 10 million so'mga shekil. Biznesga birinchi qadam 2 degan. Bundan boshqa kredit turlarimiz da bor. Agar sizga qaysi qiziq bo'lsa, o'zingiz kelsangiz, so'rovlaringizga javob beramiz. Kimda so'rov bor? Endi ular hozir залог qanday bo'ladi? 300 millionning залог qanday bo'ladi? Masalan, so'mning atrofida 100 milliondan ba'zi залог asosida bo'ladimi? Yo bo'lmasa bunday So'rov shunday o'rinli bo'ldi. 100 million so'mga shekilgan bizga kreditni залогsiz beramiz. Agar 100 milliondan o'tib ketadigan bo'lsa, 125% залог qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qolganlar Sorta kompaniyasi bo'ladi. Sorta kompaniya 20% foyda. Bundan boshqa sizning firmangiz qanday? Tozama yo sizlarmi? Laborator firmalarga 312 tane dasturimiz to'g'ri kelmaydi. Kredit produktimiz sizga yengil start degan kredit produktimiz bor, so'ni sunamiz. 300 million so'mga shekil bera olamiz. Oda biroq залог so'raymiz. Protsenti kichik biznesda uzluksiz qo'llab-quvvatlangan 2% razницасы bor. Amada 23 bo'lsa, yengil startda 25% dan bo'ladi. Asosiy vositalar uchun 36 oyga bera olamiz. Agar aylama mablag'lari uchun bo'lsa, 18 oyga shekil bera olamiz. 25%. Menda so'rov bor edi. Endi men o'zim жұмыссызman. Men uydagi burnga mashinadan aytib o'sha qilaman. Zamonaviy mashina kerak menga. So'ng qanday kredit bera olasiz yengilliklarga? Sizga birinchi qadam yekilgan kredit produktimizni usunaman. Siz o'zingizga borib soliqqa borib o'zingiz bandlaysiz. Yerda borib hozirga borib bizlarga bankka borib kassadan 375 ming to'lab o'zingiz bandlasangiz bo'ladi. Sizga 10 millionga shekil bo'lgan summa bera olamiz. Yillik foiz stavkasi 23% dan bo'ladi, 18 euro shekil. Жұмыссызбызда жеңіл кредиттер бар. Жеңілдетілген sizga kredit turlarini bizlarda biznesga birinchi qadam 2 degan kredit turlarimiz bor, produktlarimiz. Bu kredit жұмыссызlarga beriladi. Biroq o'zingizda soliqqa borib, o'zingiz bandlashingiz kerak bo'ladi. Qancha olasiz kreditni? Uy remontga uni bera olmaymiz. Agarda siz xizmat ko'rsatib, yerda sharboshlik, yer shabu, boshqa xizmat turlaridan shug'ullanadigan bo'lsangiz bera olamiz bu kreditni. Hozir firma ochmay turib kredit oladimi, olmaymi? Yo'q, olmaysiz unday. Endi men achib uyim qasida zdaniya bor, kenglik yerda, so'g'an bir ikkita zdaniya ko'tarib ketdim. Ikkita zdaniya siz uy olacaksizmi, turar joymi yo ro'zatga shug'ullanacaksizmi? Shayxona ochadigan bo'lsangiz, endi boshqalar bilan shug'ullanadigan bo'lsangizda, kredit produktimiz bera olamiz, yengil start deganda 25% dan. Produkt bo'lgan. Sizning ақшалай бере алмайсыз? Yo'q, ақшалай bera olmaymiz. Клиентчимizdan договор tuzab bersangiz, shartnoma alsatda firmaga biz перечисление o'tkazib beramiz. Siz qo'lingizdan naqd ақша bera olmaymiz. Taqdir yana kimda so'rovlar bor? masalan, hozir жаңағы 10 millionlik deb o'tasiz-ku. 10 millionlik kredit, masalan, men жұмыссыз nega balama tuya beracakman da. Yo'q, 10 millionga bermaydi. Masalan, savol tuya, hozir savsak, masalan, kredit to'laydigan bir daraja bo'lishi kerak-ku. Kredit olgandan keyin kreditdan to'lay kerak. Masalan, men birovning nimadan fermer bilan do'g'irlasam, savol beraman. 35 million savol tuyalar atrofi, 33 million, 30 millionning u yoqqa bo'lishi mumkin. So'ng qanday tavsiyalar mumkin? Bizlarning Xalq bank tarafidan kreditlar bor. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish degan kredit 149-sonli farmon bilan prezident farmoniga qabul bu kredit turini siz mahallaga borasiz, hokim jardam shartdan tavsiyanoma beriladi. Biz o'z yerinde borib monitoring qilamiz. Siz tuya saqlaydigan sharoitingiz bormi, yo'qmi, qo'rangizni ko'rib ketamiz. Qo'rangiz bo'lsa suratga tushirib, so'ng kepillik xatni bosib beramiz. Bundan keyin siz qolgan xalq bankidan 33 million kreditni ola olasiz. Necha foiz bu? Bu годовой 17,5% bo'ladi. Sharboshlikqa bo'lsa 4 yilga shekil bo'ladi. Agar boshqa tuguvchilik turlari bo'lsa 3 yilga shekil bo'ladi. Yana bundan boshqa motokultivator olishimiz mumkin. Sherayga ham 7 yilga beramiz. Sharboshlik tuyachilik 3 yilga shekil dedimi? 4 yilga shekil. Motokultivator 7 yilga shekil. Imtiyozi bormi? Imtiyozi o'sha bo'ladi. Arda dedi, sharboshlik
Буда да ошой болот. Эгер каалесеңиз сону өзүңүз сурасаңыз, имтияз керек десеңиз ушай кылып бере алат. Эгер я керек эмес төлөй аламан дейтин болсаңыз, имтияз шарт берет. Бул келисилген каган. Және кимде суроолор бар?